Adolat beringlar, adolatini ochib beringlar, yuzini yorug' qilinglar, iltimos. Xalqimiz iltimos sizlardan ozgina yordam beringlar. Mana nevaramda kuch beradigan qiz emas edi, uni u yoqda o'ldirishdi. Qizim kasalligiga qaramasdan, mazasi yo'qligiga qaramasdan haqiqat izlab ketdi. Iltimos haqiqat talab qilamiz, biz ham haqiqatni yuzaga chiqaringlar, yuzimizni yorug' qilinglar. Iltimos. Endi mazasi yo'q, ikkala pochkasi ham quriyapti. Shu ahvolda ham haqiqat izlab Koreyaga ketdi, Koreyada yuribdi, begona yurtlarda. Iltimos sizlardan haqiqat chiqaringlar, haqiqatni. Yuzimizni yorug' qilib sizlardan yordam beringlar. Yordamlaringni ayamanglar. Qizim harakat qildi, qilyapmiz, qo'limizdan kelgancha bor budimizni ishlatdik. Mana advokat olishda o'zi bo'lmas ekan, advokatlar qimmat ekan. Iltimos, shu qizimga yordam beringlar, iltimos sizlardan. Rahmat sizlarga, yordamlaringni ayamanglar, iltimos sizlardan. Qizimda mazasi yo'q, yordam beringlar. Bor budimizdan ajraldik. Qarindoshlarim, qo'ni-qo'shnilarim qarab turgan yo'q, yordamlarni ayashmadi. Shunda ham iltimos sizlardan. Qizimni ham, nevaramni ham yuzini yorug' qilinglar, iltimos, yordamlaringni ayamanglar, qo'llaringdan kelgancha. Taniysizmi u qizni, opa? Taniyman. Samonim tanish bilishlari bormikan u qizni bu yerda? Farida opa, borib ana ekspertiza talab qilib yozasizmi? O'shani boshqatdan tekshirtiraman deyapti erim. Uni ekspertizani boshqatdan qilinadi. Men u endi Men ham borib yozsam bo'ladimi? patologdagi svetlar. Qara, endi hammomga o'zini ochibdi. U qiz 180 bo'yi. 160 necha ekan, u yog'ini bo'yi 180 ekan, uni tepaligi 170 ekanda. Yo'q, 180 bo'yi uzun qiz u qiz. Bo'yi uzun qiz u qiz. Vesi 80ga yaqinlashib qolgan. 80ga yaqinga temir qanday qiyshaymaydi? Hech narsa bo'lmagan. Endi qarab tur. Bog'da hamma yo'q pachaq bo'layotibdi. Hammomda hamma yo'q, top-toza. Hech qayerda hech narsa yo'q. Bitta zakolka tushib qolar ekan. Bitta zakolka tushib qolar ekan. Men u bolani ham taniyman, u qizni ham taniyman. Bola qayerli opa? Namanganlik ekan. U qiz Aka, siz iflos yurmaganmisiz Koreyada? Siz bironta qizni aldamaganmisiz? Bironta qizni lichkasiga yozmaganmisiz siz? Bolalar, o'zlaring kevolaslarda eri bor qizlarga ham yozib o'tirasizlar-ku. O'sha if ekan deysizlar. Bo'yi o'shanga yetadi, boshi o'shanga yetadi. Qanaqasiga oyog'i pastga tegadi u ip ilgandan keyin. Hech qachon odam sakrasa ham jon talvasida joningiz qiynalayotgan. Yo'q, mayli, o'zini o'ldirgisi kelgan odam. U necha etajda turar ekan, nega 10-chi etajdan otib yormadi, o'zini osib qiynab o'ldirmoqchi bo'ldi. Yo, endi qarab tur-da, u hammomda agar odam har qanaqa odam itni ham osib qo'ysa, it ham jon talashadi. Nimaga jon talashganda yonidagi shampunlar yerga tushib ketmagan? Nimaga u narsaga yatta hamma kirib turib ekspertiza bo'ladigan joyda yana qaytadan tekshirilishi mumkin-ku, hamma narsani ushlayapti. Nimaga ushlashyapti? Xudo senga shukr. U bolani gapiga to'g'ri kelmayapti. Nimaga bemalol 4-5 kishi uyga kiryapti? U uyda nega pechatlamadi? Men u qizni bilardim. U qizchi ichkilikni ichmaydigan qiz edi. Men bilmadim undan keyingisi nima bo'lgan. Ichkilik ichmasdi u qiz. Bola ham birinchi aytdi-ku. Ichmasdi, ichishni boshladi, bir ichib turardi, deyapti. Endi qaranglar, yerda 1,5 litr saydani ichib olgan,
Ha, Bir yarim litrli saydani ichib olgan, yerda 3-4ta suv jo'yam bo'lgan. 3 kunigacha o'sha janjallarni qilganda u bola nima chiqib ketadi? Ish dedim deyapti. Yo'q, ishga ketayotgan, yo'q, aytayapti, janjal bo'ldi deyapti. Chemodanimni tashab ket dedi. Men paketlarga, sumkalarga narsani tashab ketdim. Keyin u qarz xotini deb hozir o'lgan odamni yomonlayapsizlar-ku. Motelga olib borayotganinglarda u qarz xotini emasdi-ku, sizlarning qizchalar edi-ku. Koroleva bo'lar. Qizchalar edi-ku. Koroleva bo'lar. Qo'yardinglar-ku unga. Yo'da, masalan, men nimaga aytaman? O'sha bolani o'ziga ham aytganman. Ey kut, mana shu turgan joyimda mana shu 1 metr mashda turishardi. Mana 1 metr, mana mashda. Oram 1 metr mana shu uylariga. Mashda turishardi. Men turgan joyda 1 metr joyda turar edi. Ash qiz. Ishonasizlarmi? Shunaqa akkuratniy qiz edi, shunaqa o'ziga qaragan, yo bir noto'g'ri ish qilmagan qiz. Men bilaman-da, o'zim aytib beryapman. Noto'g'ri gapirishlari mumkin. Men aytay, shu qiz ichmas edi. İçmeydigan ayasini $20,000 ayasi ular holatida $20,000 Rossiyaga jo'natib turib, ash qiz qarz $15,000 qarz olib, $5,000 pulini qilib, $20,000 qilib turib, Rossiyaga ayasini jo'natib davolat olib keltirgan edi shu qiz. Bola Pujikomda qarang, Pujikomda ham 3 million edi, 5 million hech narsani bilmayapti. Bizning qismidamiz mana bu ikkinchi lift. Mana bu joyda kamerasi ham bor. Bu esa Nozimani uyiga eng yaqin bo'lgan lift. Mana bu kamera shu liftdan chiqish bilanoq o'ng qo'lga yurganda mana bu uyini oldida ham, xonasini oldida ham kamera bor ekan. Mana bu Nozimani xonasi. Mana pochta kelgan, qo'shnini aytishiga qaraganda bu pochta anchadan beri turibdi, lekin biz buni o'qib ko'rgan edik, bu karisini nomiga kelgan. Karisni ismi turibdi. Mana bu qo'shnisidan intervyu oldik. Bu qismiga borib ko'ramiz. Bu binoni esimdan chiqib qoldi, nechinchi zinasi. Mana shu 10-qavatga kirsa bo'ladigan yana bitta vxod. Tepada kamera yo'q. Bu esa zinada ham kamera yo'q. Shu mana oxirigacha borib ko'ramiz. Bu koridorni, bu qisqa qismi koridorni. Tepada mana kamera ham bor ekan. Bu esa o'sha balkonchasi, mana past, bu yerga chiqib bo'lmaydi. Mana ochiq, qulflanmagan. Lekin bizga ko'rsatilgan kameralar hammasi birinchi qavatdagi chiqib kirgan kameralar. Lekin eng asosiysi mana bundagi kirdi chiqdilar vaqtlari muhim, kim kirgan. Lekin bunisi bizga ko'rsatilmadi. Mana eng yaqin lift. Bu qavatda ikkita qismida lift bor ekan. Bu eng yaqin qismi. Shu 10-qavatda.